Barchalarga assalomu alaykum o'g'li. Sizlar bilan yana o'sha men boisi bugungi videomizda bizda obunachi akkauntida open pack bo'ladi. Bularning akkauntlarida hozir 20 mingta olmos bor. Hozir keyin bo'ladi extra time tokenlari bor. Hozir bularni hammasini ishlatamiz. Ko'p cho'zib o'tirmay endi paklarni ochishga ham o'tamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib 3000 talik pakni ochishdan boshlaymiz. Albatta, yo'da yangi o'yinchilar, yangi yo'nalish 3-haftasi kelgan Foti versiyani bizda yana open pack. Bundan oldin biz bitta marketga kirib chiqamiz, chunki bitta kirib chiqqanimizdan keyin marketga yaxshi o'yinchi tushish ehtimoli juda ham ko'p bo'ladi. Albatta, buni eslatib o'tib ketaman. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki 3000 ta bo'lishimizga juda ham ozgina qolgan. Va biz 3000 talik pakni ham ochdik. Bizga bu yoqdan kim tusharkan? Dajo yurmadi ham, o'g'li. Dajo yurmadi ham. 108 minimalka berdi. Yaxshiman. Boshlanish endi 7500 talik pakni ochishni boshlaymiz. Ochiramiz davay. Sirazi paklarni ketma-ket bu 100 talik yuradi. 109, 113 va sati. Minimalka 110 ekan, yaxshi. 110 minimalka emas. Bo'la zato minimalka emas. Eden Hazard bor. Bu yoqda juda ham zo'r va yana xuddi 7500 talik pak. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Yaxshi pak bitta mana deb o'ylayman. 7500 talik pak. Yuradi o'zi. Sati Kumir va 110 Larson. O'sha 110 yaxshi. 110 beryapti. Hozir bu yoqdan bizga va biz bu yoqdan ham bitta 5000 ta olmosni olamiz. Bunga ham yana pakni ochamiz. Paklarni undan oldin biz extra time paklarini ochamiz. Bu yoqda bizda extra time tokeni ham normalni yig'ilgan. Bu yoqdan ham birinchi bo'lib o'sha 5000 talik pakni ochishdan boshlaymiz. Bu yoqda 26000 ta bor. Birinchi 5000 talik albatta. Yaxshiroq fragment bersa to'g'ri bo'lardi, lekin 10 ta. Juda ham yomon. 10 ta fragment. Bu yoqda 15000 talik bo'la. 15000 talikdan ham ochamiz. Bizga juda ham qiziq bu pakdan nima tushishi. Yaxshi o'yinchi tushsa juda ham zo'r bo'lardi. Voy, hammasi 108, undan ko'ra 1000 talik pak yaxshi-da mana. Zato ochib ko'rdik. 1000 talik pakdan ham ochib qo'yaveramiz. Buni 1000 talik pakdan ham endi 5 marta ochamiz mana. 15000 talikdan 108, bundan 110. Nima bu endi, bola? Nima bu? Yaxshi, yomon emas. Yaxshi. Va yana ochamiz. Yana ochaveramiz. 109. Yaxshi mana. 109 beryapti. O'zi foyda juda ham. Foyda normalniy. Yana ochamiz. Bizga 107. Yaxshi mana. 107 o'zi chunki 110, 109 berdi. U yog'iga yaxshi o'yinchi bermasligi ham mumkin. Mayli. Yana ochamiz endi. Buni 106, 107 yo 108 beradi. 109 bermasa kerak u yog'iga. Men aytaman, chunki yaxshi o'yinchilarni berib bo'ldi. 108 mana. Mana shu bizani oxirgi ochishimiz
ochishimiz edi. Xo'sh, endi yana bularni olib, keyin yana paklarni ochishga o'tamiz. Mayli, undan ko'ra bitta Libertadores 3 metalik pakidan ochamiz. Mayli akalar. Bitta ochib qo'yaveramiz. Yaxshi uncha tushib qolsa juda ham zo'r bo'lardi. Ana, u yurdi, yaxshi yurdi. Braziliya. Lobi. Kumifu akalar. 113 Marcelo. Voy, 3 mingtalik pakdan 113 Marcelo bo'ldi. Juda ham zo'r. Va biz hozir bularning akkauntlarida open pak qilib bo'ldik va endi o'zimni asosiy akkauntimizga o'tib open pak qilamiz. Va bolalar, mana o'zimni akkauntimga ham o'tib oldik. Bu yerda hozir yana paklarni ochamiz. Bu yerda hozir biz ham bitta marketga kirib chiqamiz, chunki yaxshi o'yinchi tushish ehtimoli oshadi bola. Va biz 7,5 mingtalik pakni ochamiz albatta. 3 mingtalik ochib yubormaymiz-ku. Keyin 7,5 mingtalik ocholmay qolamiz. 7,5 mingtalik pak, davay. Yaxshi o'yinchi ber, iltimos. FIFA bizga ham bitta yaxshi o'yinchi ber. Hatto 111. Bu yerda bola даже Antonio kelgan, 112. Shubqasi o'jama Kanada qadam. Klub qanaqadir va 111. Yaxshi, 111. Fragmentga almashaveramiz. Fragmentlar ham bizda ancha yig'ilib qolgan. Ya'ni o'sha 780 bitta papinni ham berib yuboramizmi? Hozirchalik bermay turamiz, keyin videoni oxirida paklarni ochib bo'lganimizdan keyin bitta qilib berib yuboramiz. Mana bu 110 ni ham berib yuborib, keyin yana uni o'rniga yana 5 mingtalikmi yo mingtalikmi paklardan ochamiz. Hozir bizda 7500 ta extra time tokeni bor. 7500 mana shu 10 mingta bo'lsa, bitta 10 mingtalik ochardik, lekin mana 10 mingta chiqmaydi. 10 mingta chiqmaydi, mayli. Mayli akalar. Xo'sh, hozir endi extra time pakni ochishdan oldin bitta marketga kirib chiqamiz. Chunki 111 la beryapti mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mayli. Kirib ochamiz bo'ldi. Yaxshi o'yinchi tushsa bo'ldi bizga. Boshqa narsa kerak emas. Boshqa narsa kerak emas. Aytgancha biz 5 mingtalik pakni ochamiz-ku. Bundan hozir bundan hozir 5 ta ochamiz, keyin tushgan o'yinchilarni yana adminga berib yuborib, keyin yana 5 mingtalik pak yoki 10 mingtalik pakni ochamiz. Bu yerdan 106 juda ham yomon, hatto 109 ber bo'ldi. Hatto 109 ber bo'ldi bizga. Albatta bolalar, shu joyda eslatib o'tib ketaman. Hali ham sizlar videoga like bosib, menga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, albatta videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki o'sha biza 3 mingta bo'lishimizga ozgina qoldi va bu yerda mana 110 beryapti bola mana. Aytdim-ku mana. Ukrainalik 110. Juda ham zo'r. Obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Va biz hozir o'sha 110 ni berib 5 mingtalik, ya'ni 10 mingtalik extra time pakni ochamiz. Ukraina SB PSG bo'ldi. 110 va 110 ni berib 5 mingta olib 10 mingtalik pakni ochamiz. 10 mingtalik pakni ochamiz. Yubumsam ikkita 5 mingtalik. Mana bitta 10 mingtalik ochib ko'raylik. Yaxshi o'yinchi bermasligi ham mumkin. Mayli, 10 mingtalik ochib ko'ramiz. Yaxshi o'yinchi bersa beradi, bo'lmasam yo'q.
shunchaki kuygan bo'lamiz 10 minutaga. 5 minutda o'zi har doim ochardik, lekin hozir bitta 10 minutalik pakni ochgim kelib qoldi. Ochib ko'ramiz. Yaxshi uncha bersa juda ham zo'r bo'lardi. Ochamiz ekan. 5 minutalikmi yoki 10 minutalik. Lekin berish ehtimoli juda ham past, lekin mana ochib ko'raveramiz. Yaxshi uncha ber bo'ldi bizga. 109, 111, yo'q, 110 ham bo'lmaydi. Mana berganini beradi bo'ldi. 5 minutalik yoki 10 minutalik. 5 minutalik ham lekin yaxshi pak. Lekin biz 10 minutalikni ochamiz. Xo'sh, bo'ldi, ochdik. Mana shunaqa o'zimizcha taktikalar qilib ochsa yaxshi uncha tushan deb o'ylayman, lekin biz 5 minutalik ochamiz. Chunki bizga fragment kerak-da. 40 ta fragmentni olamiz. Chunki yaxshi uncha bermayapti-da, hozir 10 minutalikdan 40 ta va yana 5 va yana ochamiz. Fragmentlarni to'plab yaxshi uncha olganmiz. Yaxshi 30 ta berdi mana. Hozir 70 ta olib chiqib ketdi. Bitta 109 to'g'rimi? Da, 109. Xo'sh bola, videoni shu joyda to'xtataman. Agar sizlarga video yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta biz 3 minutaga ozgina qolgan bola. Hammaga rahmat.